serven ara Tızda yığıp tukarma Tızda yığıp tukarma Oy düzdüm yatlandım Yurtlarda kalan yavrular Oy bir de Gilan tavladı ki muzla yüreğim Oy bir de Servenledi ki güller Zürkünün başı çıksam Köründü komul bağları Köründü komul bağları Oy ey ah vurup zar yığılsa Serildi serven tağları Oy bir de Gilen tavladı ki muzla yüreğim Oy bir de Servenledi ki güller yüreğim Servenledi ki güller yüreğim Hazır etkan ma nakşa muqamning chidiksi mi xalq naqshidan naqshmi bu birinci muqamimiz birinci muqamni cho'ngdur muqami deymiz ikkinchi muqamni ulug'dur muqami deymiz cho'ngdur muqamining birinchi yuzidagi 17 naqsha bu qumulga kelgandan keyin hamda bir qanchalar bilan uchrashdik ko'rishdik intayin xush bo'ldim men bo'libmi hamda bizni tabarik asad akam bilan obdan bir muңlashib oldim Pamir ag'inam bilan obdan muңlashib oldim bugun ham meyada Yemitkanning ishxonasida o'tirib ma xotirjam hamda bir g'olib gang bilan bir muңlashib olaylik deb men o'tirib naqshini angladik yana shu burunqideklar men o'tirib xiyolga ketib qoldim degan shu 2005-yillari biz shunda bir jafoliq izdinish shunda bir jafoliq ijodiyat ishlar shu 2005-yildagi qumul mashribini ishlash vaqtida ishlagan vaqtlarimiz esimga kelib ketdi-da endi. Mana hozir 2005 bo'lgan bo'lsa 19 yil o'tdi, 20 yil o'tdi. U chaqlarda mana Pamir bilan tanishdik, G'olib bilan tanishdik. Shu mashribdagi butun nomerlarni men shu birlikda bular bilan naqshlarni bildi bekitib buni qilgan. Bugun ham G'olib haqida G'olib Arshidin haqida, ha turdoshlar. Nijat Yulduzi suhbatxonamizni men bugun Qumulga o'tkazib kelib nurg'un esillar bilan muңdashdim. Bugun ham hozir G'olib Arshidin bilan muңdashyapmiz. G'olib Arshidin hozir shu Qumul shaharlik naqsh usulininki ijodiyatchisi, tonilgan naqshchisi, muzikant hamda bu ko'p qirliq. Hamda 2005-yildagi shu Qumul mashribini tugatgandan keyin oxirlashgandan keyin partiya hukumatning keyin shu ko'ngil bo'lishi o'rinlashtirishi bilan bu Shanxayga shu vaqtdagi qanday sinibdi u? O asli men bir yillik jinshoq bo'lmamdimi? Boshda jinshoq bo'lsa, jinshoq bo'lgandan keyin andan keyin Amerikada o'qib kelgan bir kompozitorni qo'lga tushib qolibdi ekanman. U kompozitor sening bir gap bo'pti. Bugun ko'tidi bo'lsa, sen unda o'ylash baq, aylang bilan bir fikrlash baq. Sening asosan bak yaxshika, susaymu jiqqa seningda. Endi kompozitorni o'qigan balla, shundoq balla kelsa, jamiyat cho'ng unum hosil qiladi. Bo'lsa, kelar yil 5 samba
shu go'ja joybudan shu ma'rif ministridan hujjat tushdi. Shinjongdan kompozitor kasbiga 5 odamni 5 bolani Shinjongdan asonliq millatlardan Uyg'ur, Qozoq va kaza deydigandek mash o'lchamga to'ssa 5 son bor bo'lsa, endi sen bu yoshkansa aylang bilan bir deyish baqsang, senga o'xshash bolalar o'qisa, unum yuqori oldu buni. Sabir o'ylashmoqqa olsang degandek shuning bilan men suyimlik ayolimga tilpa o'rmandima. Olgandiki voy ana bo'lsa sistemada o'qiydigan ish bo'lsa, bo'ldi men chitayman. Shunda qilib Shanxay Yuneshanga dastlabda jin sho'g'i bo'lgan. Keyin anandan o'qituvchi ustozninki tashabbusi bilan, yo'l ko'rsatishi bilan oilalarninki roziligini olib, anandan qancha yillik o'qish sepib qo'shildi? Qancha yil bo'ldi oxiri hisobda Shanxay Yuneshanga? Beijingda 1 yil yuqi o'qidik 2005-yili. Ondan keyin oyada 5 yil. Hamda hozir u yerdan andan o'qib 8 yil. 8 yil. 8 yil bo'ldi. U jarayonda qana Mahmud Suleyman, Abdusalam Abdusupor, Sanavar Tursun, Hagan bizniki Nusrat akamniki o'g'li Anvar, Eksan, Muxtar, Asqar, Dava deydigandek bolalar bor, endi bizni kichik bolalar endi. Shular hammalar birga savoddosh o'qib. Birga savoddosh o'qib. Endi shu vaqtida mening mana bir ta'siratim bo'lgancha Pamir. Biz hammamiz o'qiymiz-ku oliy maktabda. Oliy maktabda o'qigan vaqtimizdan shu yoshda o'qiymiz. Shu yeshimizda. To'g'ri. Oliy maktabda. Endi bularning shu vaqtidagi 5 yillik, 6 yillik, 7 yillik o'qishi qanday bosqichda desa, oliy maktabni o'qish yechidi emas shu. 30 necha yosh. 30 necha yosh oilalik bo'lib, bolalari kichik. Bunda vaqtida xil adam bunga jur'at qila olmaydi. Ayni bilsin. To'xta, voy, ma yeshim deb, naga ko'raman. Balamni o'qimamdim, xotinim nimada dedim. Shu chog'da men shunda qoyil bo'lgan sizlarga uchun. Shaxsan o'zimni o'ylab baqdim. Shu bosqichda menda qolsam borolmasligim mumkin. Nima deganda saviyamning yuqoriligini emas, oila va cho'nglar va kichiklar debchi.